chekka hududlarda aholi hamda boshlang'ich tashkilotlarning rahbarlari hamda faol fuqarolarni mana shunaqangi ochiq muloqot uchrashuvlar Hududiy birlashmaning joriy yil asosiy faoliyat yo'nalishlari rejasi, shuningdek, mamlakatimizda 2026-yilni mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilinishidan kelib chiqqan holda belgilab olingan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida hududiy birlashma raisi Ahrojon Rahmon Aliyev Beshariq tumanida bo'lib, tuman jamiyat mutaxassislari, tayanch guruhlar rahbarlari hamda tizim faollari bilan uchrashdi. Ochiq muloqot tarzida bo'lib o'tgan mazkur tadbirda federatsiya tizim tashkilotlarining mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili davlat dasturi ijrosida faol ishtirok etishiga erishish, buning uchun fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari bilan faol ishlash, bu bilan aholi vakillarining iste'mol sohasiga oid muammolarni samarali hal etish masalalari ko'rib chiqildi. Tadbirda tizim faollari bilan Beshariq tumanida iste'molchilik ijtimoiy harakati faoliyatini yanada keng yo'lga qo'yish, aholi, iste'molchilarning huquqiy bilim saviyasi va iste'mol madaniyatini oshirish yo'li bilan sohaga oid qonunchilik ijrosini ta'minlash ishiga aholining keng qatlamlarini faol jalb qilish, sohaga oid qonunchilik ijrosi ustidan o'tkaziladigan jamoatchilik nazorati tadbirlarini yanada jonlantirish, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunchilikni takomillashtirish hamda federatsiya va uning hududiy tuzilmalar faoliyatini yanada rivojlantirish kabi masalalarda fikr-mulohazalar almashildi. Tadbir doirasida soha rivojiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir qator tayanch guruh rahbarlari va ijtimoiy harakat faollariga hududiy birlashmaning tashakkurnoma hamda esdalik sovg'alari topshirildi. faollarimizdan birinchi maktab